açdımı? Yo'q. Hech qanday narsayim yo'q. Biror narsa yesangiz bo'lmamdi. Yo'q. Balam, cini balam. Sestrani chaqiring. Hozir chaqiray. Hozir qanaqroq bo'lib qoldingiz? Yaxshi, yaxshi. Sizning deganingiz bo'yicha qizil telefon qilib qo'ydim. Sal turib kelgan bo'ldim. Rahmat. Bek oson hayajon bo'lib ketdim. Bundoq bo'lsa men chiqay, jiddiy bo'lmay bo'lsa kuni bilmasangiz bunday mumkin. Yaxshi aramina bo'lsin. O'zingiz qanaqroq bo'lib qoldingiz? Yaxshi, yaxshi. Sizdan bek ansirab ketdim. Ko'p sizga qarg'um bordi. Lekin kelay desam o'zingiz bilasiz. Men bunda hayot qildim bilan seni xiyolimdan chiqmadim. Men sizni bir minutni unutmayamadim. Faqat xotirjam bo'lolmadim. Kelimdan tomoqmi o'tmadi. Cho'qim yaxshi bo'lib ketdisiz, cho'qim. Endi menga ayrilmaysiz, shundaqmi? Men yaxshi bo'lolmayman. Undaq deyman. Yostiqning tagida bir narsa bor. Bu yapılmak esildimi? Esimda. Sen bilan tunji qatim uchrashganda mushu yapılmak senin so'nggi chashlarım orasida serilib tushgan edi. Men hozirgacha saqlab kelyapman. Rahmat. Rahmat. Sizning meni ne kadar yaxshi ko'rganingizni bilardim. Mening kunlarim uzoq qolmadi. Bundan keyin o'zingni asra. Biz ayrılmayız. Allah deyman. Sana hiç chiqib berolmadim. Meni kechir. Doktor bilan ko'rishdim. U sizni oson hayajonlanmasin deydi. Ayağımda deydigan gapim bor edi. Xafa bo'lmay, chiqib turib xafa bo'lsangiz. Amaliyotda u
Boldu bu geplerni deyişmeyli. Asaslık sizin yaxşı aram elişiniz. Yastıkның tagida bir narsa bor. Yastıkның tagida mana bu. Mushu ömrümde yıkan bütkün baylık. Maşinanın kinişkisi. Öyünün xetti. Evimizin kıymeti 800 milyondan aşıdı. Bu işte turmuşumda xıracak. Ondaq deyiləm. Yaxşı bolup gitsiniz. Balınız ikiniz qandaq yaşayınız. Çoxum yaxşı bolup kalırsınız. Balam üçümüz birli yaşaş nisip kılmaptı. Ondaq deyiləm. Özəngni yaxşı asıra. Yaxşı yaşanlar. Yaxşı yaşanlar. Ondaq deyiləm. Həqiqət ondaq deyiləm. Balamni yaxşı tərbiyəlik. Yaramlıq adam qılğın. Balam, dada degin. Canım balam. Mən ki qalsam apamla yaxşı yardımlaşkim. Apamın gibini ağlar balam. Apamın çırayı qara. Man qara. Ne boldunuz?